Assalomu alaykum. Bugun o't qopi dimlanadigan, o't qopida bukilishi bor, o't qopida tosh to'plangan insonlar haqida gaplashamiz. Odatda bizning xalqimizda o't qopi juda katta muammo, chunki juda ko'pchilik har xil davo kurslarida oladi, har xil antibiotik terapiyalarni qiladi, turli xil damlamalar ichib ko'radi, lekin odatda bu o't qopidagi og'irlik, ya'ni o'ng qovurg'a tagida turgan xuddi bir narsa, tuxumday narsa borga o'xshab osilib turishi, simillab turadigan og'riq yoki o'ng qovurg'a ostiga beriladigan, orqa tomonga kurakka beriladigan og'riq belgilari yo'qolmaydi. Bu insonlar turli davo muolajadan keyin ham 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin yana shu holat qaytalab qoladi. Endi ko'pchilik aytadi, buni butunlay yo'qotib bo'ladimi yoki butunlay yo'qotib bo'lmaydimi degan savol bor. Odatiy holatda bizda ovqatlanish rejimimizda bu narsani butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Chunki yog'li ovqatlar, xamir ovqatlar iste'mol qilganimizda o't qopi oshiqcha nagruzka bilan ishlaydi, ya'ni 2 barobar kuch sarflab ishlaydi. Mana shuni hisobiga o't qopidagi o'sha biz sezadigan sezgi, og'riqlar, dimlanish, bukilishlar paydo bo'ladi. Endi buni oldini olib turish uchun turli xil kimyoviy dorilar yoki turli xil narsalardan qo'llaymiz, lekin albatta kimyoviy dorilarda nojo'ya ta'sirlari ham bor. Shuni oddiy yechimini o'rgataman. Mana bu doktor Alidan detoksioma balzami. Ko'pchilik aytadi, aniq ishonchli yechimmi degan savol berishadi. Men aytaman, amaliyotda 100% lik natija bilan isbotlangan. O'zim ham ko'p foydalanaman. Juda ham samarador. Bitta qo'llaysiz, natija beradi, uyaltirib qo'ymaydigan narsa. Mana shu balzamdan bir qoshiqdan 2 mahal ertalab kechqurun ovqatdan yarim soat oldin ichib tursangiz, men qo'rqmay ayta olaman, sizdagi mana shu o't qopidagi og'irlik, dimlanish, tosh to'planish degan muammolarga yechim bo'ladi. Faqat qancha muddat ichish kerak desa, o't qopida toshi yo'q bo'lgan insonlar har 3 oyda bir dona iste'mol qilib tursa, mana shu muammo yo'q. Yo'q, toshi bor bo'lgan insonlarga surunkali holatda to'xtatmasdan iste'mol qilib turish tavsiya qilamiz. Sababi tarkibida 6 xil giyohlar qo'shilgan, papaya, guava, goji kabi giyohlar bor. Inson organizmiga hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q, hech qanday bir salbiy asoratlari yo'q. Faqat tozalovchi ta'siri bor. Homiladorlar, oshqozonda yarasi borlar yoki ichib ketadigan insonlar qo'llashda ehtiyot bo'lib, past dozalarda qo'llashni tavsiya qilamiz.